O'zining betakror manzarasi bilan sayyohlarning e'tiboriga tushgan Shahrisabz tumanining Sarchashma qishlog'i bir muddat avval yana jamoatchilik diqqat markazida bo'lgandi. Bunga sabab qishloqda yaratilgan mana bu muz ustunlari edi. Albatta ko'pchilik dastlab bu yangilikni turizmning yangi sahifasi sifatida qabul qilgani rost. Birinchi bor yo'lga otlanganimizda bizda ham ana shunday xayollar bo'lgandi. Ammo ularning hududda suv tanqisligining oldini olishdagi ahamiyati xususida loyiha taqdimotida ishtirok etish jarayonida batafsil ma'lumotlarga ega bo'ldik. Muz hosil bo'lishi uchun harorat sovuq daraja bo'lishi kerak edi. Undan tashqari shu aholi hududi suvga bo'lgan tanqisligi bo'lishi kerak. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkilotining Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi hamda Qishloq xo'jaligi vazirligi ko'magida amalga oshirgan loyiha taqdimotida mutaxassislar uni yaratishda xalqaro tajribalarga tayanilganini alohida ta'kidlashdi. Boshqa o'zimizda qo'shni respublikalarda, aynan shu Qirg'izistonda mana shunday sun'iy muzlik bo'yicha ishlar qilinganligini, shu o'zimizda O'zbekiston sharoitida ham qilsak bo'ladimi? O'shani bir nima deydi? O'zbekistondagi holatini bir o'rganib chiqaylik deganda, undan keyin biz ishlarni boshladik va o'rgandik. Qirg'izistonga borib keldik. Xo'sh, nega Sarchashma qishlog'i tanlandi? Bu yerda Shahrisabz tumanida 5 ta o'sha mahalla fuqarolar yig'iniga kirib chiqib, shu ular bilan gaplashdik. Aynan o'sha sun'iy muzlik yaratilishi mumkin bo'lgan joylarda iqlim sharoitlarini ma'lumotlarni olib, aynan mana shu Sarchashmada -25 gradusgacha bo'lishini, o'sha narsalarni inobatga olgan holda mana shu yerda yaratamiz degan maqsadda o'sha mahalla fuqarolar yig'ini bilan gaplashdik. Garchi qishi seryog'in bo'lsa-da, bahor oylaridanoq suvga ehtiyoj sezadigan sarchashmaliklar uchun bu ish avvaliga samarasizdek tuyulgan ekan. O'ylamadikki, shunda nima bo'lar ekan. Shu muz kelayotgan suv, oqadigan suv muz bo'lib qoladi deb ishonmadik. Har biri 10 metrga yaqin bo'lgan ustunlar qishloqning suvga bo'lgan ehtiyojini qay darajada qondirishi mumkin? Har bittasi 400 metr kub eriganda bu 250 metr kub suvga aylanadi. Yig'adi, ya'ni bu 4 tasining o'zi bu bunday o'ylab qarasangiz 1000 metr kub. Bu degani 1 gektar bug'doy dalasini sug'orishga bemalol yetadi. Bu juda katta ko'rsatkich hisoblanadi. Ushbu innovatsion yechim kelgusida nafaqat Sarchashma qishlog'i uchun, balki qishloqqa yondosh qo'riqxona hayvonot olami uchun ham foydali bo'lishi ta'kidlanmoqda. Qo'riqxonaning, demak, bufer zonalarida aynan o'sha yovvoyi hayvonlar uchun suv tanqis bo'lgan hududlarda ham mana shunday hayvonlarning suvga bo'lgan ehtiyojini yoz oylarida qondirish maqsadida yangi innovatsion yechim, ya'ni mana shunday sun'iy muzliklarni barpo etish topshirig'i bo'ldi. Ayni paytda tajriba sifatida boshlangan loyiha kelgusida kengaytirilishi ham ehtimoldan xoli emas. Biz 50 ming kub shu muz yig'adigan joyni topishimiz kerak va o'sha joyda aynan shu texnologiyani qo'llagan holda shu sun'iy muzlikni yaratmoqchi bo'lyapmiz. Loyiha taqdimoti davomida uning istiqbollari xususida qator taklif va tavsiyalar ilgari surildi. Hozircha mamlakatimizda yagona bo'lgan mazkur loyiha iqlim o'zgarishining oziq-ovqat tizimlariga salbiy ta'sirini yumshatishga, yaqindan ko'mak berishiga ishonilmoqda.